Assalomu alaykum, hurmatli podkastimiz tinglovchilari. Bugun xudo xolisa 11-son. Sizlar bilan bugun 3 ta narsa haqida yana faqat bu safar qisqacharoq gaplashamiz. Nasib qilsa bugun birinchisi information bias. Nima degani bu desa, bu miyamizdagi ma'lumotlar ko'payib ketishi natijasida bizni bilaman deb o'ylab qolishimiz. Bilmaydigan narsalarimizni bilaman deb o'ylab qolishimiz, ma'lumotlar tartibsiz bo'lishligi, ortiqcha narsalar, kerak emas narsalar ko'payib ketishi natijasida biza bilmaydigan narsamiz haqida bilaman deb fikr qilib qolishimiz, ba'zan u ortiqcha bilim ishlarni qilmasligimizga sabab bo'lishi haqida gaplashamiz. Xo'p, birinchisi nima? Hozir aytganimiz information bias. Xo'p, uni o'zbekchasiga ma'lumotlar sindromi deydi. Misol uchun telefon olmoqchisiz, aytaylik, telefoningizni olish uchun har xil saytlardan qidirib ko'rasiz. Qanaqa funksiyalari bor, qanaqa qobiliyatlariga ega, qanaqa xotirasi bor, protsessor qanaqa, yana har xil narsalarni qidirib ko'ramiz. Lekin o'qiyotgan paytimizda biz reviewlarni ham o'qiymiz, ya'ni foydalanuvchilar, ya'ni sotib olgan odamlarni o'sha telefonlar haqidagi fikrlarini o'qiymiz. Uni o'zbekchasiga bitta so'z bilan ifodalay olmadim. Review deyiladi ingliz tilida. Shuni misol uchun bittasini o'qisangiz ham yetadi, balki 5 tasini o'qisangiz ham yetishi mumkin. Lekin biz 5 ta o'qimaymizda. Birinchi 5 ta topib turadi. Misol uchun o'yin o'rnatyapsiz, misol uchun Play Marketdan o'yin o'rnatib o'tganingizda tegida chiqadi. Mana bu o'yin mana bunaqa ekan, mana bu joyda mana bunaqa qiyinchiligi bor ekan, shuni to'g'rilab qo'yinglar deb turib 3-4 ta odam yozadi. Kimni yozgani foydali bo'lgan bo'lsa, like bosiladi, o'z-o'zidan tepaga chiqib qoladi. O'sha 3-4 ta odamniki tepaga chiqib qoladi. Ko'rasiz, yo o'yinni o'rnatish kerak yoki o'rnatish kerak emasligi haqida bo'ldi. Informatsiya yetarli bo'ladi, katta ehtimol yo o'rnatasiz yo o'rnatmaysiz. Negativ kommentlar ko'proq bo'ladigan bo'lsa, ya'ni salbiy kommentlar ko'proq bo'ladigan bo'lsa, o'z-o'zidan o'rnatmaysiz. Telefonda ham xuddi shunaqa ishlash kerak deb o'ylayman men. Lekin biz unaqa emasmiz. Biz 5 ta komment o'qiymiz birinchi. Yana tushamiz, pastroq tushsak nima bo'ladi desa, odamlar bir tiyinga olmagan, odamlar e'tibor bermagan kommentlar bo'ladi, like bosilmagan, emotsiyada yozilib qo'yilgan qaydlar bo'ladi. O'shalarni ko'proq o'qiymizda. Yo telefonni olmaymiz yoki boshqa qaysidir o'zimizga yoqmagan bir telefonni olishga majbur bo'lib qolamiz keyin. 50-60 ta review o'qib o'tiraveramizda, biz 5 tasini o'qisak yetadi aslida. 50-60 tasini o'qiymiz, oxiri keyin u telefonimiz ham yomonga chiqadi. Olmoqchi bo'lib turgan telefonimiz yomonga chiqadi yoki boshqacha bizga yoqmagan narsani o'qib qo'yishga majbur bo'lib qolamiz. O'zimiz bilmaymiz buni. Biz o'ylaymiz, ko'proq o'qisak, demak, ko'proq bilamiz bu narsa haqida, ya'ni yaxshiroq informatsiyamiz bo'ladi deb o'ylaymiz. Aslida nima desa, muhim informatsiya qayerda bo'ladi desa, 3 ta 4 ta narsani bilsak bo'ldi, misol uchun. To'liq bilish kerak, to'g'ri. Funksiyasi qanaqa ishlashini bilish kerak, xo'p. Muhim asosiy elementlarni bildingizmi? Xo'p. Odamlar ular haqida bergan fikrlarning 5 ta 4 tasini o'qing bo'ldi. 50 tasini o'qishimiz shart emas yoki imtihonga tayyorgarlik ko'ramiz. Men o'quvchilarga aytaman, men IELTS tushuntirsam, misol uchun o'qish qismi bor, reading deyiladi. Misol uchun o'qishdan 12 ta savol turi bo'lsa, 12 ta savol turini har birini alohida tushuntirilishi bor. Qanaqa ishlash kerak, u 12 ta savol turiga qanaqa yondashish kerakligi haqida video dars ishlab chiqqanman-da, men misol uchun 12 tasiga. Shuni qayta ko'raveradigan o'quvchilarimiz bor. Nima foydasi bor bundan, misol uchun? Qanaqa qilib o'sha uslubga yaxshiroq yondashishni o'rganamizmi? Yo'q, biz bir marta ko'rsak yetadi o'sha narsani. Bir marta ko'rib chiqsak o'sha, misol uchun tushuntirishni, instruksiyani bir marta ko'rib chiqsak yetadi o'sha instruksiya. Nima qilish kerak desa, prosta olib ishlash kerak o'sha readingni. Shunchaki qilish kerak, ya'ni Nike'ni shiori bor-ku, just do it deydi-yu. Xuddi shunaqa. Shunchaki bajarish kerak bo'ldi. Bajarsak yaxshiroq esda qoladi. Bajarsak yaxshiroq tushunamiz u narsani. O'zimiz boshimizdan, ingliz tilida first hand deydi, ya'ni boshimizdan o'tkazamiz, o'sha narsani anglab yetamiz. Ya'ni shunchaki videolarni ko'rib o'tirgandan foyda yo'q. Yoki uylanolmay yurgan o'rtoqlarimiz bor-da, qarang. Rasakopadan eshitganman, Rasakopaga qiz tavsiya qilganman. Biz endi o'qituvchimiz majbur shunaqa holat bo'ladi, bizdan kelib so'rashadi. Как bir sovchilik agentligi ochsak ham bo'ladigan holat. Ya'ni bizdan kelib so'raydi, bizdan surishtiradi. Men o'quvchim bo'lgan, misol uchun aytaylik 1 yil, 2 yil o'qigan o'quvchilarimni tavsiya qilishim mumkin. Lekin mendan boshqa odamlardan ham so'raydi. Yaxshi, bu yomon emas, qarang. Yomon demoqchi emasman. Misol uchun men aytdim, men bilganimcha aytaman. Xo'p, o'qituvchi katta ehtimol biladi. Yaxshi bilsa aytadi. Xo'p, men yaxshi informatsiya berdimmi? Xo'p, yana ikkita odamdan so'rang, bo'ldi. Nima qilish kerak desa, bo'ldi. Yaxshi bo'lsa uylanish kerak, yomon bo'lsa boshqasiga borish kerak, bo'ldi. 4 ta, 5 ta, 10 ta, 15 ta joydan so'raganingiz bilan u qiz haqida ko'proq ma'lumot bilganingiz sizga minusingizga ishlab qolishi mumkin. Ya'ni kim
uylanadigan bo'lsangiz kamchiliklarni bilib oldingiz. Uylanmaydigan bo'lsangiz, bu haqida kerak emas ma'lumotlarni olib olish sizga foydasi yo'q. Shunchaki vaqtingizni oladi, bo'ldi. Nima qilish kerak? 2-3 ta eng ishongan odamlarimizdan so'rash kerak, bo'ldi. Shunaqa deb o'ylayman men, yana bilmadim. Ya'ni ko'proq o'ylab o'tirgandan ko'ra shunchaki muhim informatsiyani olish kerak, bo'ldi. Yoki 100 ta aqliy model borda. Biz mana shu narsalarni o'rganyaptik, misol. Aqliy sindromlarni o'rganyaptik hozir, misol uchun aqldagi qaror qilishda bizga ta'sir qiladigan sindromlarni o'rganyaptik-da. Shularni soni bilmayman, balki 100 tadan oshiq. Shularni soni 100 tadan oshiq. Men shularni hammasini bir chetdan o'rgatib chiqaman degan maqsadda boshlaganman, misol uchun. O'zi aslida bunaqa maqsadda ham boshlamaganman. Boshqacha maqsadda boshladim, shunga ulanib ketdi. Xo'p, nima qilaman? Hammasini o'rgansam, hammasini ishlata olamanmi? Yo'q. Hammasini o'rgansam ham hammasini ishlata olmayman. O'sha aqlimizdagi kamchiliklarni hammasini o'rgana olmayman. Nima qilish kerak? Xo'p, ishlata oladigan nechtam bor? 10 tami, 15 tami? O'shani olaman, bo'ldi. Qolganini-chi? Qolganini men o'rganyapman. Ishlata oladiganlarimni o'zimga qo'llayman. Qolganini-chi? O'rgataman, kimlardir boshqalarni ishlata oladi. Misol uchun, biz qaysidir 4-sonimizda adashmasam 4-epizodda gaplashganmiz. 2 darajali fikrlash degan narsani gaplashganmiz. Bitta qarorini bir necha marta foydali bo'lishi haqida. Ya'ni hozirgi yechimini beradigan bo'lmasa ham, undan keyingi muammolarimizga yechim beradigan qarorlar haqida gaplashganmiz. O'shani men ishlatishga qaror qildim-da. Ya'ni bir qaror ustida tursam, imkon qadar 2-darajali fikrlash orqali o'sha aytganimdek qaror qilishga harakat qilaman. Men shuni qo'llayapman, lekin kimlardir qo'llamasligi mumkin bu narsa. Yoki men qo'llayotgan qaysidir Ocean's Razor degan boshqa bir fikrlashda bir kamchilik bor. Bizga nimaki tushunarli bo'lsa, nimaki o'ta sodda tilda berilgan bo'lsa, o'sha biz uchun haqiqatga aylanadi. Tushunarsiz tilda aytilgan har qanaqa narsa biz uchun yolg'onga aylanadi. Ya'ni yolg'on emas, haqiqatdan yiroqroq bo'ladi. Haqiqat nima bilasiz? Eng sodda tilda gapirilgan narsa haqiqat deb qabul qilamiz shu narsani. Balki uni men amaliyotda qo'llayolmasman men. Kimlardir qo'llaylar, misol. Buni ham o'tib beraman har kun. Qachondir Xudo xolisa planimizda bor. Xo'p, shunaqa narsa. Ya'ni bundan tashqari aqliy modellar haqida o'rganyapman o'zim. Aqliy model nima desa, hozirdagi fikrlashimizga ta'sir qiladigan narsalar bo'lsa, misol uchun qaror qilishimizga ta'sir qiladigan narsalar bo'lsa, ongdagi sindromlar haqida gaplashayotgan bo'lsak, bu podkastimizda orada bir ikkita narsalar aytib o'tganmiz. Bu aqliy modellar. Mental models deyiladi ingliz tilida. Taxminan 100 ta mental model bor. Nima qilish kerak bular? Xo'p, bular har xil fanlardan olingan. Hammasini o'rganganim bilan hammasini ishlata olmayman. Hammasidan foyda yo'q menga. Qaysidir joyda ishlatishim mumkin, ko'pini esdan chiqarib qo'yaman. 10 tasini zo'r o'rganishim men uchun yetarli bo'ladi. Ya'ni ortiqcha informatsiya men uchun foydamdan ko'ra zararimga ishlab qoladi. Qaysi birini ishlatishimni bilmay qolaman men. Qarorlarim chalkash bo'lib ketib qoladi. Eng yaxshi usul siz biladigan usul. Eng yaxshi tizimlar siz ishlatadigan tizimlar deyilgan. Diego Fortening ikkinchi miyani qurish degan kitobi bor. O'zbek tiliga balki tarjima qilingandir, balki yo'q. Building a Second Brain degan kitob. Shu kitobda aytilgan. Eng yaxshi tizimlar siz ishlata oladigan tizimlar. 100 ta tizimni o'rganib, ikkitasini ishlata olsangiz, o'sha ikkitani ishlating, bo'ldi. Ana ishlata olmayotganlaringizni mayli 2-3 tasini harakat qilib ko'ring. Qaysi biri sizga osondek tuyulsa, o'sha narsani harakat qilib ko'ring, ishlatishga. Qolganlarini ishlata olmaysizmi? O'zingiz ikkitangizni zo'r ishlatishni o'rganing, bo'ldi. Anaqani gapi bor edi. Bruce gapi bor edi. Suv kabi bo'ldi, mo'xsh emasman bu yerda. Xo'p, Bruce gapi men deydi, bitta uslubni 1000 marta qilishni, 1000 xil uslubda qilish, bitta uslubni 1000 marta bajarib ko'rgan odamdan qo'rqaman deb aytadi. Bitta udarni yoki bitta zarbani 1000 marta sinab ko'rgan odam qo'rqinchliroq men uchun deb aytadi. 1000 udar bir martadan sinab ko'rgandan ko'ra. Ya'ni bitta uslubni shu darajada zo'r bilish kerakki, o'sha odam qo'rqinchliroq deb aytadi. Raqib sifatida. Bizda ham xuddi shunaqa bo'lish kerak. Ya'ni 100 ta modelni o'rganmaylik, 100 ta har xil narsani o'rganmaylikda, bitta narsani yechish uchun, ya'ni bitta qaror qilish uchun 100 ta narsani o'rganmaylikda, 10 tasini o'rganaylik, 15 tasini o'rganaylik, ishlata olaylik muhimi. Men nimaga hammasini o'rgatib chiqyapman desa, siz qaysi biri to'g'ri kelishini bilmaysiz. Men ham shu paytgacha bilmaganman shularni borligini-yu, shular menga qaror qilishimga ta'sir qilishini-yu, men umuman bilmaganman. Men o'rgatyapman, chunki o'zim yaxshiroq o'rganay deb. Men o'rganyapman, oldin o'rganib, keyin sizlarga o'rgatyapman shu narsalarni. Xudo xolasa, bularni hammasini o'rgatib olganimizdan keyin o'zimiz uchun tanlab olishimiz kerak. Qaysi biri biz uchun ishlaydi, qaysi biri biz uchun ishlamaydi. Shularni qaror qilganimizdan keyin bizning qarorlarimizda o'zgarishlar sezilishi boshlaydi.
Hammasini bila olmaymiz. Men o'rgatayotgan narsalarni ham hammasini bilib bo'lmaydi. Motivatsiya haqida video ko'radiganlar bor. Har kuni ertalab bunaqa qilish kerak, unaqa qilish kerak, o'rningdan tur. Uyingdagilarga qarab turibdi, u bu degan gaplarni eshitib motivatsion videolar ko'radiganlar bor. Har kuni ko'radiganlar, o'tirib qolganlarni bilaman, shunaqa. Nima foyda desa, shunchaki borish kerak, o'sha yoqmayotgan ishingizni qilish kerak bo'ldi. Maslahat so'raydiganlar bilaman. Juda ko'pchilikdan so'raydi. Bitta muammosi bor. 10-15 ta odamdan so'raydi, 20 ta odamdan so'raydi. Ko'zchida ko'rgan libi odamdan so'raydi. Mashina ko'tarib qolsa taksichidan so'raydi, dardini aytib o'tiradi. Do'kon kirib qolsa do'konchiga aytib beradi. Kerak emas. Nima qilasiz? Xo'p, men maslahat so'raydigan odamlarim bor. Kimlar? Onamdan so'rashim mumkin. Ustozlarimdan so'rashim mumkin. O'ta yaqin bir o'rtoqlarimiz bor, o'shalardan so'rashim mumkin. Bo'ldi. Kimdan so'rashim mumkin? Boshqa hech kimdan so'ramang. Ko'chadagi istalgan odamdan men o'zimni muammoyimga tushadigan maslahatni so'raganim bilan u menga to'g'ri maslahat beradimi, yo'qmi? Menga noto'g'ri maslahat berib qo'ysa-chi. Tinchgina biz o'zimiz bilgan tizimlar, boyaga aytganimizdek, o'zimiz bilgan, o'zimiz ishlatgan tizimlar biz uchun ishlashini bilishimiz kerak bo'ldi. Onam menga to'g'ri maslahat beruvdi-mi? Onamdan so'rayman. Ustozim menga to'g'ri maslahat beruvdi. Ustozim bilan gaplashaman maslahat borasida. Muammolarga uchrasam ustozimga murojaat qilaman. Bizda xuddiki biz ko'proq informatsiya bilsak, bizga osonroq, bizga nima deydi, xavfsizroq bo'ladi deb o'ylab qolamiz. Miyada shunaqa narsa bo'lar ekan. Illusion of control deydi ingliz tilida. Mana shu narsa ketar ekan miyada. Qancha informatsiyani ko'p olsak, bir narsa haqida bizda kontrol illuziyasi bo'ladi. Ya'ni kontrol degani boshqaruv illuziyasi bo'lar ekan miyamizda. Xuddiki biz ko'proq informatsiya bilishimiz bizni xavfsizroq bo'lishimizni ta'minlab beradigandek yoki xatolarimizdan qo'rqqanimiz uchun kechiktirar ekanmiz-da. Misol hozdagi aytganimiz 10-15 ta odamdan maslahat so'raydi bitta muammosi uchun deganlarim. Nimaga aytdim bu narsani? Xo'p. 10-15 ta odamdan maslahat so'rash bir kunda bo'lmaydi-da o'z-o'zidan. Kunlar bo'ladi. Kunlar, bir necha kun, bir haftalar bo'ladi kerak bo'lsa. Bu ish harakatda shunchaki kechiktirishga olib keladi. Bu kechiktirishimiz nimaga kechikyapti desa, biz mas'uliyat bilan yondashmoqchimiz-da. Miya shunaqa deb o'ylar ekan. Biz mas'uliyat bilan yondashmoqchimiz shu muammoyimizga. Shuning uchun o'zini-o'zi oqlashini qarang miyani. Shunaqa ishlar ekan bizning miyamiz. O'zimizni oqlar ekanmiz. Kechiktirsak, mas'uliyat bilan yondashmoqchiligimiz uchun kechikyapti deb o'ylar ekanmiz. Aslida shunchaki biz ko'p bilishimiz zararimizga ishlab qo'yishini bilmaymiz xolos. Bu information bias xolos. Mana shu ma'lumotlar sindromi xolos. Yoki biz o'ylaymiz, ko'p tadqiqot qiladigan bo'lsak, men qarorni yaxshilashga xizmat qilyaptim deb o'ylar ekanmiz. Hozirdagi 50 ta revyuni ko'rib chiqishimiz yoki kitob o'qishdan oldin 3-4 ta odamni, 3-4 ta yaxshi kitob o'qiydigan blogerni, misol uchun aytaylik, reklamasini emas, yaxshi kitob o'qiydigan taqrizchini, yaxshi kitob o'qiydigan, misol uchun kritikni, tanqidchini deymizmi? Shu tanqidchini fikrlarini o'qishimiz yetarli bo'ladi. Yoki shu ustozimiz bizga shu kitobni tavsiya qildimi, o'sha odamniki yetarli bo'ldi. O'qish kerakmi? O'qish kerak. Biz 50 ta odamdan fikr so'raganimiz bilan kimgadir baribir yoqmaydi u kitob. Kimgadir baribir yoqmagan bo'ladi o'sha kino. 9.5, 9.8 olgan kinolar bor, misol uchun-da, seriallar bor. Shularni ichiga kirsangiz, pastroqqa tushsangiz, bir tenga qimmat kino olgan, bir tenga qimmat kitob olgan degan narsalar tushadi. Tegida. Nimaga desa, kimgadir baribir yoqmaydi-da. Kimdir tushunmaydi-da, o'shani tushunishga yetmaydigan darajada Shutter Island degan kino bor. Ko'pchilik o'rgan bo'lsa kerak. Oxirida savol berib qoladi. Nima bo'ldi deb tushunmay qoladi ko'pchilik. Nima degani bu? Sinish orolimi nimadir deb tarjima qilingan o'zbek tilida. Leonardo DiCaprio o'ynagan Shutter Island, если что, qidirib ko'rsanglar bo'ladi. Yaxshi kino. Shu kinoni revyularini o'qib chiqqanman ko'rishdan oldin. Pastroq tushsangiz, odamni tushunmagan. Shunchaki psixologik miyaga hujum beradigan kino oxirida. Nima bo'ldi deb qolasiz. Tushunmaganligi uchun o'sha kinoni balki men o'sha revyuni o'qib turib ko'rmasligim mumkin edi. Shunaqa nima deydi? San'at asari darajasidagi kinolar. Shunaqa narsalardan qo'rqib qolishimiz mumkin bo'ladi. Ko'proq informatsiyani ilinjida o'sha information bias qurboni bo'lib qolishimiz mumkin bo'ladi. Men qisqartiraman dedim, yana o'zim bo'lib ketyapti. Mayli. Ikkinchi bilishimiz kerak bo'lgan narsa expectations haqida gaplashamiz. Bu sindrom emas. Shunchaki kutilmalar haqida bilishimiz kerak bo'lgan muhim nuqtalarni aytib o'taman. Xo'p, kutilmalar haqida ko'p gapirganmiz. Birinchi gapirishimiz kerak bo'lgan nuqtasi placebo effekt degan narsa bor. Placebo effekt nima degani desa, bo'sh dori sindromida bu. Bo'sh dori effekti. Bo'sh dori degani nima degani? Siz boshingiz og'riyapti, dori so'raysiz, yuzdagilarda dori yo'q. Bosh og'riq dori yo'q. Shunchaki sizga hazm qilishni yaxshilaydigan dori beryapti. Siz bu dorini hazm qilishni
xizmat qiladigan doriligini bilmaysizda. O'z-o'zidan shu dorini ichdingiz, bilasiz, dorini ichganingizdan keyin boshingiz og'rig'i qoladi odatda. Shu odatda qolishini bilganligingiz uchun miyangiz tayyorlanadi o'zini-o'zi. Hozir meni og'rig'im qoladi deb o'zini-o'zi tayyorlaydi, kutasiz shu narsani, qolishini og'rig'ini. O'z-o'zidan shu og'riq qoladi. Shu dorini ichmasangiz ham, ya'ni o'sha bosh og'riq dorisini ichmasangiz ham ko'pincha. Ya'ni 100% holatda demaymiz, 70-80% holatlarda shu dori biz uchun ishlaydi, o'sha hazm qilishni yaxshilaydigan dori. Shunchaki biz bilmasligimiz kifoya. O'sha dorini hazm qilish uchun ekanligini bilmasligimiz kifoya. Bu bitta holat. Bizni miyamiz biz kutayotgan narsalarga tanamizni tayyorlashi. Ikkinchi berishimiz mumkin bo'lgan misol, Pigmalion effekt haqida gaplashgandik. Ikkinchi epizodimizni ko'rib olasizlar, eslatishda. Bu Pigmalion effekti esingizda bo'lsa, bir qizni oliy tabaqa vakillariga o'xshab ketish haqida, 6 oyda oliy tabaqa vakillariga o'xshab gapira oladigan bo'lib ketish haqida edi, o'sha pyesa haqida. Xo'p, endi men buni aytib bermoqchi emasman. O'sha sonni ko'rib olasizlar. Shu effektni boshqacha nomlanishi bor ekan. Rothenhall effekti deyilar ekan. Rothenhall degan odam amerikalik psixolog Robert Rothenhall 65-yilda bitta eksperiment o'tkazdilar ekan, har xil maktablarda. O'qituvchilarga aytilar ekan, u test olinar ekanda, testda natijasida o'quvchilarni yaqin kelajakda IQ darajasi yuqori bo'lib ketishi arafasida turgan o'quvchilar aniqlab beradigan test deb aytar ekan o'qituvchilarga. Keyin testni olar ekanda ichiga 20% o'sha test endi haqiqatda shunaqa odamlar aniqlab beradimi yo'q bilmadim, lekin ichiga 20% u testdan yaxshi natija ko'rsatmaganlar ham o'tkazib qo'yaverar ekan. 20% o'quvchilardan. Keyin o'qituvchilarga aytiladi, "Mana bu o'quvchilar demak yaxshi natija qiladiki, yaqin kelajakda shular o'rtachadan yuqori IQ darajasiga ega" deb aytar ekan. 1 yildan keyin nima bo'ladi desa, 1 yildan keyin o'sha o'qituvchilar haqiqatda o'sha berilgan o'quvchilar, demak, o'sha Rosenhall degan olim tomonidan, o'sha psixolog tomonidan berilgan ro'yxatdagi o'quvchilar haqiqatda IQ darajasi avvalgi qolgan o'quvchilarga nisbatan yuqori darajada ko'rsatilganligini aytadi. Nima bo'ladi bo'lsa, hozir aytganimiz ichida 20% o'quvchilar o'zi rezultati past bo'lgan o'quvchilar. Lekin shularni ham qo'shib yubordik. O'qituvchiga bular ham yuqori darajaga chiqadi deb aytdi. O'quvchi o'z-o'zidan bilgandan keyin, men o'qituvchi bo'lsam, o'qituvchi sifatida aytaman, men kimki yaxshiroq harakat qilayotgan bo'lsa, o'shanga ko'proq fokus beramiz biz o'qituvchi sifatida. Nimaga? Chunki o'zi o'qiydigan odam biz qobiliyat to'ldirib qo'ymasligimiz kerak. Ya'ni biz o'quvchida qobiliyat bo'ladigan bo'lsa, qobiliyati bor odam, mehnati bor odam, o'sha ishtiyoqi bor odamni ishtiyoqini o'ldirib qo'ymasligimiz kerak, mehnatini o'ldirib qo'ymasligimiz kerak. Shuning uchun ko'proq ishlaymiz, o'sha odamga ko'proq fokus beramiz. Endi hozir ustozga aytildi, "Mana bu o'quvchilar demak o'rtachadan yaxshiroq IQ darajasini ko'rsatadi" deb aytildi. Bular bilan ko'proq ishlagan, o'z-o'zidan keyingi yilga ular yaxshiroq natijaga chiqib olgan. Xuddi shunaqa. Bizani kutilmalarimiz, bizani tanamizni ham, bizani atrofimizdagilarni ham natijalariga yaxshigan ta'sir qilib qo'yishi mumkin. Endi kimga qanaqa kutilma qilish kerakligi haqida gaplashmadik, lekin biz qanaqa kutilma qilishimiz kerak? O'zimizga nisbatan kutilmalarni oshirishimiz kerak. Nega? O'zimizga nisbatan kutilmalarni past qo'yishimiz, o'zimiz past baho berishimiz ishonchimizni tushirib yuboradi. O'zimizga nisbatan ishonchimiz bor, o'sha narsani tushirib yuboradi. Bu yaxshi holat emas. O'zimizga ishonchimiz tushib ketsa, biz ko'zlagan maqsadlarimizga ham yeta olmaymiz. O'zimizga past baho berishimiz natijasida xullas hayotimiz yaxshi bo'lmaydi. Baxtsizroq hayot kechirishimiz to'g'ri kelib qoladi. Shuning uchun o'zimizga nisbatan kutilmalarni oshirishimiz kerak. Ya'ni qilishimiz mumkin bo'lgan, qobiliyatimizga yetadigan narsalarga nisbatan kutilmalarimizni iloj bo'lsa sal yuqoriroq qilganimiz ma'qul. Xo'p, endi bizni atrofimizdagilargacha desa, endi bu yerda ikkita narsa bor. Bizni atrofimizdagilarga nisbatan ham kutilmalarimizni oshirishimiz kerak. O'ta yaqin, biz sevadigan odamlarimiz, biz yaxshi ko'radigan odamlarimizga nisbatan ham kutilmalarimizni oshirganimiz ma'qul. Nimaga? Bir maqol bor. Buni ham adashmasam qaysidir podkastda aytib o'tdik. Agar siz ayol kishiga aytilgan bu podkast, bu maqol, eringizni shoh deb o'ylasangiz, shohni ayolisiz, ya'ni qirolichasiz. Agar eringizni gado deb o'ylasangiz, o'sha gadoyning xotinisiz deb aytadi. Shu maqolning ma'nosi shu. Ya'ni siz turmush o'rtog'ingizga qanaqa muomala qilsangiz, shunaqa odamni xotinisiz deb aytadi. Shunaqa odamni ayolisiz deb aytadi. Bu rostdan shunaqa gap. Demak, kimgaki turmush o'rtog'i yaxshi munosabatda bo'lib, o'sha odamga nisbatan
kutilmalarni yuqoriroq qo'yadigan bo'lsa, o'sha odam shunga yarasha harakat qiladi. O'zi bilib bilmasdan, hozdagi plasebo effektimizga o'xshab, hozdagi Rothenhall effektimizga o'xshab odamlar o'zi bilib bilmay shunaqa darajada harakat qiladi. Ya'ni demak, ayolimizga nisbatan turmush o'rtog'imizga farqi yo'q. Ayollar ko'rayotgan bo'lsa ham turmush o'rtog'iga nisbatan, farzandlarga nisbatan, biz yaxshi ko'rgan atrofimizdagi jiyanlar deymizmi, boshqa odamlarga nisbatan kutilmalarimizni oshirishimiz ularni foydasiga ishlar ekan. Xo'p, endi ularni motivatsiyasini oshiradi, hayotga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Ular o'ziga ishonchini oshiradi. O'z-o'zidan yaxshiroq natijalar qilishni boshlaydi. Endi qachon kutilmani pasaytirish kerak? Kutilmani biz nazorat qila olmaydigan narsalar bor. Misol uchun, bizga sodir bo'ladigan narsalar bor. Qazoy qadar deymiz, o'shunaqa narsalar bor. Shularga nisbatan biz kutilmalarimizni pastroq qilganimiz yaxshi. Ya'ni biz kontrol qila olmaymiz, baribir nazorat qila olmaymiz u narsalarni. Yuqori natijani kutsak, o'sha yuqori narsani kutsak o'zimizga nisbatan, ya'ni boshqalar bizga nimadir yaxshiroq narsani qilishini kutsak ham, Alloh taolo bizga yomonroq narsani qiladimi, yaxshiroq narsani ravo ko'radimi, farqi yo'q. O'shanga nisbatan biz kutilmamizni pastroq qilsak, baxtliroq yashaymiz. Qanaqa? Xo'p. Endi aytaylikda, juda bir yaxshi odam bo'ldik, yaxshi savob ishlar qildikda, endi ba'zan sabrli odam bo'lishimiz mumkin, ba'zan iymonimiz sinash uchun sal kechroq berishi mumkin. Alloh taolo so'ragan narsasini beradi deb aytadi. Aytishimiz mumkin, sal kechikib qoldi bizga berilishi mumkin bo'lgan anaqa mukofotimiz kechikib qoldi. O'sha paytda biz ozgina tushkunlik tushib qolishimiz mumkin, o'zi qilayotgan amallarimizdan qaytib ketib qolishimiz mumkin. Bilmaymiz endi bu narsani. Tinchgina kutilmalarimizni pastroq qilganimiz biz uchun foydaga ishlaydi shu joylarda. Yoki atrofimizda bir yaxshi kompaniyada ishlaymiz-da, aytaylikda. O'sha kompaniyada zo'r ishlayotdik-da. Lekin u kompaniyadan bizga beriladigan narsalarga kutilmamiz pastroq qilsak-chi, chunki bizning nazoratimizda emas-da, xo'jayinlar nazoratida bo'lgan narsalar, misol uchun oylik berish, bonus berish yoki KPI ni oshirib berish bo'lishi mumkin. Har xil yuqoriroq lavozimga ko'tarilish bo'lishi mumkin. Shunga o'xshagan narsalar. O'zimiz ishimizni zo'r qilaylik-da, kutilmamizni pastroq qilib qo'yaylik. Shunda nima bo'ladi desa, shunda baxtliroq bo'lamiz. Birinchidan, bonus bersa ham, bermasa ham biz baxtlimiz, chunki kutilmamiz past. Beradimi, yo'qmi, men hech narsa qilmadim-ku degan qarash bilan yashasak, lekin ko'proq yaxshiroq ish qilsak, yaxshiroq ishlasak, o'zimizda ustimizda ko'proq ishlasak, baxtliroq yashaymiz. Xafa bo'lmaymiz chunki. Biz kutdik, aytaylik, men o'qituvchiman, aytaylik, misol uchun 9 oldimda, men ishxonamdan endi bitta Malibu kutayotgan bo'lsam, ishxonamdagilar menga Malibu bermasa, tabriklaymiz, mana aka, sizga 10 million so'm pul deb beradigan bo'lsa, Malibu qayerda? 10 million so'm pul qayerda, misol uchun. Men xafa bo'lishim aniq. Chunki boshqa ishxonada ishlasam, menga Malibu berardi deb aytardim, misol uchun-da. Tinchgina men kutilmamni pasaytirib qo'ya qoling. Men hech nima kutmay qo'ya qoling. Shu 9 oldimda, aytaylikda, men hech nima kutmasam, baxtli yashayman. Nimadir o'sha 10 millionni bersa, o'sha yo'q edi-ku o'sha 10 million menda. Men xursand bo'laman bunga. Yoki bir ustozni gapi bor ekan. Yaqinda Shavkat Hasan ustozni podkasti chiqdi yaqinda, anaqada. Adashmasam alohida mavzuda chiqdimi? Eslolmadim. Shu odamni yaqinda chiqqan podkastda, o'tgan oyda chiqqan podkastida eshitdim. Bir zo'r insight. Qarang. Biz ayolimizga yoki turmush o'rtog'imizga yaxshi munosabatda bo'lishimiz kerak. Endi bizning munosabatimiz qanaqa o'zi aslida desa, menga yaxshi munosabatda bo'lsin, men ham unga yaxshi munosabatda bo'laman. Menga yaxshi munosabatda bo'lmoqdi-yu, men ham unaqa yaxshi munosabatda bo'lmay qo'ya qoling, men bilan teng munosabatda bo'lib qo'ya qoling deb aytamiz ekanmiz-da biz. Shunaqa harakat qilamiz. Rostdan shunaqa. Men o'ylab ko'rdim, men uylanganman, misol uchun turmush o'rtog'imga shunaqa munosabatda bo'lar ekan. Menga unaqa zo'r munosabat qilmoqda-yu deb turib, ba'zan qilishim mumkin bo'lgan komplimentlar qilmas ekanman yoki ba'zan ajratishim mumkin bo'lgan e'tibor ajratmas ekanman. Bu faqat anaqaga nisbatan, turmush o'rtoqqa nisbatan ishlamaydi. Bu ota-onaga nisbatan ham ishlaydi. Bu kerak bo'lsa boshqa oila a'zolarimizga ham ishlaydi. Nimaga? Chunki biz yaxshi munosabatda bo'lishimiz kerak. Ular yaxshi munosabat qilsa ham yaxshi munosabat qilishimiz kerak. Yomon munosabat qilsa ham yaxshi munosabat qilishimiz kerak. Shunda bizani hayotimiz baxtliroq o'tar ekan. Xuddi shunga tushar ekan mana shu narsa. Ya'ni Qur'onda yozilgan bu narsa, yana boshqa joylarda ham berib aytib o'tilgan. Biz atrofimizdagi bizga bog'liq eng yaqinlarimiz, ota-onamiz, ayolimiz, farzandlarimizga yaxshi munosabatda bo'lishimiz kerakligi haqida aytilgan.
ojizalarga deyilgan. Endi u boshqa mayli, uni keltirib o'tirish niyatim yo'q. Shunchaki aytilgan. Xo'p, nimaga? Shu narsa aytildi, bo'ldi, qilinishi kerak. Endi biz ular yaxshi munosabatda bo'lsagina yaxshi munosabatda bo'laylik degan narsa yo'q ekan. Xuddi shunaqa narsa. Bizani kutilmalarimiz pastroq bo'lsa, ularga nisbatan ular yaxshi munosabatda bo'ladimi, bo'lmaydimi? Biz shunchaki qilishimiz kerak bo'lgan ishni qilishimiz kerak ekan. Shu bizani baxtliroq qilar ekan. Yana boshqa holatchisi, biz o'zimiz mas'ul bo'lgan odamlarga nisbatan kutilmamizni oshirishimiz kerak. Mas'ul bo'lgan degani nima degani? Boya aytganim o'sha eng yaqinlarimizga o'xshab ketadi. Mas'ul bo'lgan, lekin yaqin bo'lmasligimiz mumkin bo'lgan odamlar bor. Xodimlarimiz bo'lishi mumkin, o'quvchilarimiz bo'lishi mumkin. Shunga o'xshagan odamlarga nisbatan kutilmalarimizni oshirishimiz, ularga bildirib qo'yishimiz, ular haqidagi kutilmalarimizni ularga ham muvaffaqiyatiga sabab bo'ladi. Men o'quvchilarimga aytishim mumkin, ichingizda eng kamida 7 oladiganlar o'tiribdi desam, hammanglar ichingizda, misol uchun eng pastinglar, eng rezultati past chiqadiganlar, misol uchun 7 oladigan darajada kuchli deb aytsam, misol uchun o'quvchilarga boshqacha ta'sir qiladi. Yoki xodimlarga aytilishi mumkin. Sizlarni bunaqa me'yilidagi biliminglar bilan yoki sizlarni bunaqa tajribanglar bilan biz butun dunyodagi darajasidagi kompaniya bo'la olamiz deb aytsak, misol uchun ularga boshqacharoq ta'sir qiladi. Demak, ularga nisbatan ham kutilmalarimizni oshirishimiz foydaga ishlar ekan bizga. Endi ulardan o'ziga nisbatan yuqori natijaga erishish jihatdan, ya'ni ulardan bizga nisbatan emas. Kutilma deganda ularni o'zini erishishi mumkin bo'lgan narsalar uchun kutilmas. Ya'ni o'quvchilarning rezultati, o'quvchilardan bizga keladigan pul yoki o'quvchilardan bizga keladigan qanaqadir sovg'alar yoki xodimlardan bizga kelishi mumkin bo'lgan tug'ilgan kunimizga keladigan podarkalar haqida gap ketmayapti. Ularni o'zi erishishi mumkin bo'lgan nuqtalar, o'zi erishishi mumkin bo'lgan qanaqadir yutuqlar haqida gap ketyapti. O'shalarga nisbatan demak biz kutilmalarimizni oshirishimiz kerak ekan. Menimcha sal tushunarliroq bo'ldi deb o'ylayman bu safargisida. Xo'p, keyingi bilishimiz kerak bo'lgan narsaga o'tamiz. Endi bu 3-chi narsa decision fatigue deyiladi. Nima deganisi? Qarordan charchoq degan narsa. Qarordan charchaymizmi? Qarordan charchaymiz. Kuniga 35 mingta qaror qilar ekan o'qituvchi. Oddiy odamda 18 mingta ham shunaqa qarorlar bo'lar ekan. Normal odamda 18 mingta qaror qilar ekan. Uning asosiy qismi aqlimiz aralashmaydigan qarorlar. Qaror qilish charchatadi odam. Qancha ko'p qaror qilsak, shuncha ko'p charchaymiz. Qancha ko'p miyamiz ishlasa, shuncha ko'p charchaymiz degan. Endi qarang, qaror qilmasdan yashash iloji yo'q. Nima qilish kerak? Shunchaki qarorlarni, muhimlarini birinchi qilib olishimiz, kunni kech qismiga borib charchagan paytimizda muhim qarorlarni sifatsiz amalga oshirib qo'yishimizdan saqlaydi bizani. Muhim qarorlarni ertalab qilgan ma'qulroq. Bugun nima ish qilishimiz, nima ishlarni bitirishimiz kerakligi, qaysi joyga borishimiz kerakligi, o'ta muhim ishlarimiz bo'ladi. O'sha muhim ishlarimizga bo'lgan qarorlarni bugun ertalab bajarib qo'yishimiz kechga borib bizani charchoq natijasida kelib chiqadigan nima deydi? Darajasi past, nima desa bo'ladi buni? Sifati past qarorlardan saqlaydi bizani. Miya charchasa shunchaki qaror qilmay qo'yish ham mumkin-da. Nimaga desa, defaultism degan narsa bor. Default emas, bizani miyamizni ishlashdi. Default deyiladi ingliz tilida. O'zi mavjud tizim. O'sha mavjud tizimni belgilashiga qo'yib beramiz ba'zan. Qaror qilmaslik natijasi yoki kechroq qaror qilamiz, kechroq qilishimiz u o'z-o'zidan sifatsiz qarorga boradi yoki impulsda qaror qilib qo'yamiz. Impuls nima degani? Impulsda qaror qilish degani aytaylik, och qoringa qaror qilsa, och qoringa oldingi safar ham aytib o'tdik bu narsani. Supermarketga kirsangiz, och qoringa har xil siz yeyishingiz mumkin bo'lgan miqdordan oshiqcha narsani olib olasiz-da. Uyga kelgandan keyin hammasini yeya olmaysiz, chunki shu bir kosa ovqatga baribir to'yamiz. Ko'pini olib qo'yamiz biz lekin. O'sha impulsda qaror qilish, chunki qornimiz ochdi. Yoki qisqa muddatli qarorlarni qilib qo'yar ekanmiz-da, ya'ni boyaga aytganimizdek first order thinking, second order thinking deb aytdik-ku, birinchi darajali fikrlash, ikkinchi darajali fikrlash. Qachonki charchab qolsak, ikkinchi darajali fikrlash qarorlari kamayib ketar ekan bizda. Bu juda muhim narsa. Kechqurun nimanidir qaror qilishimiz qiyin bo'lib qolar ekan. Balki shuning uchun kechqurun dars qilganda chalib ketarmiz. Balki shuning uchun kechqurun telefonga qaramaslik qiyin bo'lib qolar. O'qituvchilar ta'til olmasa darsini sifati pasayib ketar ekan.
Nimaga desa, ta'til olmasdan uzluksiz ishlaversa, 5 oy, 6 oy, 7 oy, yoki undan ko'proq muddat uzluksiz ishlaversa, oxirgi oylardagi darsi bilan birinchi oydagi tanaffusdan keyingi darslarini sifatida yer bilan osmoncha farq bo'lar ekan. Nimaga? Chunki energiyasi ko'proq bo'ladi, charchoqlari kamroq bo'ladi, o'z-o'zidan yaxshiroq qarorlar qabul qiladi. Endi energiya kamaygan, charchoq ko'paygan, miya ishlaverib tinmagan, dam olmagan holatda qarori sifati pasayadi, o'z-o'zidan darslari sifati tushib ketar ekan shuni hisobiga. Yoki sudyalar. U sudya asli qonun bo'yicha ish ko'radigan odam, shu qonun bo'yicha ish ko'radigan odamlar agar tinimsiz ishlasa, kunni kech qismida o'tkazgan sudlarda og'irroq jazolar berib qo'yar ekan. Og'irroq jazolar, ba'zan og'ir ish jinoyatlarga yengilroq jazolar berib qo'yar ekan. Ya'ni aqliy o'sha paytda miyasi demak charchagan hisobiga yaxshi qarorlar qila olmas ekan. Shunchaki sudyalarda bo'layotgan ish. Yoki biz mitinglar o'tkazamiz. Har xil miting degani endi uchrashuvlarimiz bo'ladi, yig'ilishlarimiz bo'ladi, xodimlar bilan bo'ladigan, misol uchun ishxonalarda bo'ladigan yig'ilishlarda oxirida aytiladi. Takliflar bormi deydi. Takliflar bormi degani hech kim qo'lini ko'tarmaydi. Deyarli hech kim qo'lini ko'tarmaydi. Juda kamchilik qo'lini ko'taradi. Ko'targan odam ham nechta odamni qarg'ishiga qoladi. Chunki birinchidan miya charchagan bo'ladi. 1 soat, 2 soatlab bo'ladigan yig'ilishlardan keyin takliflar chiqmasligini sababi shundan. Chunki odam miyasi charchagandan keyin yangi taklif bildirgisi ham kelmay qoladi. Taklif bildirish uchun miya ishlamaydi. Yetarli darajada kuch bilan ishlamas ekan. Shuning uchun miting oxiridagi takliflari chiqishi ham qiyin bo'lar ekan. Yoki tushlikda uxlab turamiz, tushlikdan keyin, obeddan keyin uxlab turamiz, o'z-o'zidan qarorlarimiz yana yaxshilanish boshlaydi. Kunni bir ertalabdan boshlaganday bir fresh mind bilan boshlaymiz. O'zbekchasiga toza aql deymizmi, toza miya bilan boshlaymiz, hech to'lmagan miya bilan boshlaymiz. Shuning uchun qanaqadir bir yengil his qilamiz obeddan keyin uxlab olsak bir orada. Yoki samaradorlikni 21 qoidasi degan kitob bor. Brian Tracy degan odam yozgan. Shu kitobni o'qisanglar, ichida aytilgan. Eat that frog deb boshlanadi. Eat that frog degani qurbaqani yegin degan narsa. U qurbaqa to'g'ri ma'noda emas, ko'chma ma'noda aytilgan. Ya'ni agar sanda deydi, ikkita qurbaqa bo'lsa, if you have 2 frogs to eat deydi, eat the ugliest one first. Ya'ni ikkita qurbaqa bo'lsa, eng xunugini birinchi yegin deydi. Agar sen ikkita qurbaqani yeyishing kerak bo'lsa, eng xunugini birinchi yeyishing to'g'ri qaror bo'ladi. Nimaga desa, muhim qarorlar, ya'ni qiyin qarorlar birinchi qabul qilinishi o'sha qarorlarni natijasida keyin qabul qilinadigan qarorlarni osonlashtiradi. Nimaga osonlashtiradi? Birinchi muhimini qilib oldingiz, o'sha xunuk qurbaqani yeb oldingiz. Endi o'z-o'zidan eng xunugini yedingizmi, undan xunukrog'i, sal yaxshiroq, chiroylirog'i ishmasda siz uchun, deylik misol uchun. Eng qiyin ishni qilib oldingiz, undan keyingi darajasidagi eng qiyini ham undan qiyin emasda. Birinchi qilgan ishingizdan qiyin emasda. Shuning uchun osonlashib boraveradi. Qaror qilishingiz osonlashadi. Ishlarni qilishingiz yengillashadi. O'z-o'zidan kuningiz oson o'tadi. Birinchi muhim ishlarni qilishingiz natijasida. Kechki payt uydagilar telefon qiladi, nima ovqat qilaylik deb. Bilmayman, qaror qila olmayman, qiynalaman. Nima ovqat qilsanglar qilaveringlar. Ular ham qiynaladi, o'tiradi yarim soat, 20 minut, balki undan ham ko'proq. Kichkina qarorlar qilmagan ma'qul deb o'ylayman. Oldin tushlikka nima yeymiz degan narsa menda ham muammo bo'lardi. Tushlikka ishlagan paytimizda, boshqa joyda ishlagan paytimizda tushlikka o'zimiz yerdik, ko'chadan sotib olib yerdik yoki uyda kelib yerdik, uyda ham nimadir qildirardik. Kelamiz, o'ylaymiz, o'tiramiz. Yoqadi, yoqmaydi. Asli qonim so'ysa bo'ldi. Ishxonadachi, hozirgi ishxonamda tushlik o'quvchilar bilan bir xil. Nima yesa o'shani yeyman. Qaror qilib o'tirmayman. Borini yeyveraman. Aslida yegim kelmagan narsa ham bo'ladi, lekin vaqtim yo'q boshqasiga. Tinchgina olaman, yeb qo'ya qolaman. Ko'pincha. Mayda qarorlar qabul qilmasligimiz yaxshi desam, hozirdaginaqa. Jadval tuzib olgan ma'qul. Shu ovqat pishirish misol uchun. Jadval qilib olasiz, misol haftalik, dushanba kuni mana ovqat qilinadi uyda, seshanba kuni mana, chorshanba kuni mana yoki kunlik qiladigan ishlaringiz bor. Ertalab turdim, soat 6 da turaman, 6 da mana ish qilaman, 6 dan 7 gacha mana ish qilaman, keyin ketaman. Ishxonamda birinchi mana ish qilaman, keyin mana ish qilaman, keyin mana ish qilaman yoki darsim qilishim kerak bo'lsa, birinchi mana darsimni qilaman, keyin mana qilaman. Deb bo'lib olishimiz, kunni tartiblashimiz bizani kunimizni oson o'tishini ta'minlaydi. O'sha qarorlarimiz sifatini avtomatik bajarilishiga sabab bo'ladi. Avtomatik bajarilgan qarorlar, avtomatik qaror qilingan qarorlar yaxshiroq sifatda bo'ladi. Nimaga yaxshiroq sifatda bo'ladi? Chunki siz oldindan qilib bo'lgansiz bu qarorni.
Ertalab turdim, misol uchun, ertalab nonushta qilishim men uchun tabiiy qaror. Misol uchun, nonushta qilmasdan uydan chiqib ketmayman. Buni endi menga yoshligimdan quyishgan, misol uchun, mayli. Bu ham qaror sifatida qaralmas ekan, balki yo'lda ketyapman, misol uchun. Yo'lda kitobimni o'qishim men o'zim qilgan qarorim. YouTube'da reels ko'rishim mumkin, shorts ko'rishim mumkin edi, reels ko'rishim mumkin edi, o'yin o'ynab ketishim mumkin edi. Ya'ni nimadirlar qilib ketishim mumkin edi. O'rtoqlarim bilan gaplashib ketishim mumkin edi. Har xil ishlar qilib ko'rishim mumkin. Lekin men kitob o'qishni tanladim, misol uchun. Deylikda. O'sha qarorim meni kundalik har kuni ishga borib kelishimda o'sha kitobimni o'qishimni qaror qilish jarayonimni osonlashtiradi. Nimaga desa, men yozib qo'yman. Men paytdan paytgacha kitob o'qiyman, men paytdan paytgacha o'yin o'ynayman, men paytdan paytgacha podkastim olaman, men paytdan men tayyorgarlik ko'raman deb yozib qo'yaman. O'sha yozib qo'yganim men uchun plyus kuchli. O'sha yozib qo'yganim meni ishlarimni, qarorlarimni, sifatlarini oshiradi. Shunaqa ekan, xo'p, bu haqida yana bir xudo xolisa post qilish niyatimiz bor. Chunki bu juda bir uzun mavzu edi. Men buni qisqartirib aytishga harakat qildim. Bugun birinchi marta YouTube'ga video qo'yish niyatimiz bor. Bu video YouTube'da chiqadi, nasib qilsa. Xo'p, endi avvalo bir kishi ko'rsa ham bu videoni olardim. 10 kishi ko'rsa ham olardim. Hech kim ko'rmasa ham olardim, chunki o'rgatish bizni, bilmayman, o'rgatish menga yoqadigan narsa. Oldin ham ko'p aytganman bu narsani. Xo'p, lekin bu narsa ko'proq odamga foydali bo'lishi uchun men yoqqan bo'lsa like bosinglar, yoqmagan bo'lsa shunchaki nima joyi yoqmaganligi haqida kommentda yozib qoldiringlar. Yoqqan joyi haqida yozib qoldirsanglar yana ham xursand bo'lamiz. Kimgadir ko'rish kerak deb hisoblaydigan odamlaringizga ulashib qo'ysangiz yana ham xursand bo'lamiz. E'tiboringlar uchun rahmat. Xudo xolisa keyingi podkastlarda ko'rishguncha.